Gugurtimizda Samarqandgacha 2,5 ming dollarlik tillagacha ko'tarildi. Hozir biz Samarqanddamiz, ko'ramiz. Samarqandlik akalar nimaga almashishlar ekan? Ketdi. Ya, assalomu alaykum. Aka, tuzimsiz? Charchasiz? Ismingiz nima, aka? Timuritay. Nima ish qilasiz, aka? Ha, aka ana shuni savolni bekor berdingiz-da. Bu etmaymiz nima ish qilishingizni? Ya, to'xta, o'zing nima ish qilasiz? Yo, realni aka, anaqada. Katta bolla keldi. Etilmaydi, boz. Demak, men tushundim. Bloger deymiz. Ha, bloger. Ha, aka blogerlar. Samarqandlik bloger. O'zi Samarqandda mana shunaqa ko'tarilib ketishini biluvdik. Endi qo'lingizdagi narsani ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi aka, qo'yib bersam bo'ldimi? Ketdi, aka, qani? Nima bu? Aka qancha bo'pti? 40 Million. Million! Samarqand! 2500 dollarlik tilla mana sizga. Rozimisiz, aka? Rozi aka. Google Show o'sishini bilardik, lekin bu qadar bunchalik emas, to'g'risi. Oldinda nima kutyapti? Aka 200 so'mlik gugurtdan 40 million pulgacha ko'tarish. Nima bu? Samarqand bu. Okani bitta sirlarini aytaman sizlarga. Tillani sotib yuborish, almashtirib yuborish niyatim yo'q dedilar. Nima qilmoqchisiz aka tillalarni? Prosta aka olib qo'yamiz sizlardan vot kelibdi gugurtdan. Esdali. Da, gugurtdan. Keyingi manzilimiz Jizzax. Jizzaxlik akalar, sizlar 40 millionni nimaga almashasizlar? Tayyor turinglar. Biz 1-2 kunda Jizzaxda bo'lamiz.